ijtimoiy proyekt bo'ladi. Eng katta narsa oziq-ovqat bazasini qilibdi bu. Faqat davlat ko'mak berish kerak. Agar biz vodiyda go'shtni narxini arzon qilamizsak, bu vodiyning markazi bo'lish kerak. Hamma kelib o'rganib, Namangan tajribasi qilib amalga oshiraylik. Namangan nafaqat O'zbekiston, balki xorij mamlakatlarini ham sifatli go'sht mahsulotlari bilan ta'minlashni oldiga maqsad qilib qo'ygan. Mana misol uchun biz turgan Namangan qo'ychilik klasteri ham 45-50 kilogramlik qo'ylarni intensiv usulda boqib 100 kilogramgacha yetkazadi va bu chorvachilikda mahsuldorlik 45-50% ga oshishini ta'minlaydi. Klasterimiz joyi 10 gektar joy egallagan. Loyiha qiymati birinchi bosqichda 10 million dollarni tashkil etadi. Birinchi bosqichda qancha qo'y olib kelindi? Birinchi bosqichda 15 ming dona. Ikkinchi bosqichimiz yil oxiriga bu 35 ming boshga yetkazish. Yiliga 15 ming tonna go'sht mahsulotlari yetkazib, viloyatimiz xalqiga go'shtni tan narxini tushirishga ozmuncha hissamiz qo'shish niyatimiz bor. Xo'p, bu yerda hamma zotlardan bor, Arashan, Idilbay, Hisob. Bizda asosan vazn qo'shish kerak. Qo'ylarimiz vazn qancha tez olsa, bizda xalqqa, rastalarga tezroq sifatli go'sht mahsulotini yetkazib beramiz. Kunigacha prezidentimiz tashrifidan so'ng bizga boshqa marralarni zimmamizga oldik. Namangan qo'ychilik klasteri emas, Namangan qo'ychilik holdingi darajasiga chiqarish. Ya'ni 50 ming bosh emas, 300 ming bosh yetkazish oldimizga maqsad qo'ydik 2027-yilga. Hozircha faqat ichki bozor. Hozircha ichki bozor, vodiy viloyatlari, kelasi yillar O'zbekiston barcha viloyatlariga chiqish maqsad. 3-bosqichda? 3-bosqichda albatta eksport. O'rtacha hozirgi kunda 6-7 million so'm oylik berganmiz yoshlarimizga. Kelajakda bu ish haqini 2 barobar ko'tarmoqchimiz. Shuningdek, majmuada logistika xizmatlari, veterinariya, servis shoxobchalari barpo etiladi va loyiha to'liq ishga tushgandan so'ng Namangan haqiqatan ham sifatli go'sht ishlab chiqarishdagi markazlardan biriga aylanadi.